Gilam yuvish biznesini qilaman degan akalarimiz mana sizlarga haqiqiy sentrifugani sakrab yurib tepib yurib ishlatadigan deydimi akalar, o'ta mustahkami, garantiyalisi, o'zi xom ashyolaridan ham ko'rib o'zlaring deb bilib olsalaring bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring narxi va boshqa ma'lumotlarni bilib olasizlar. Hozir mana bu bitgan holati, mana bunisi zagotovka o'sha ish jarayonidagi holati. Akalar, listlari mana bu turbalari 10 bo'ladi akalar, listlar. Mana bu ichki barabanlarni ham ko'ringlar, lazer apparatlarida o'zi teshiladi, o'zlari ishlab chiqarishadi, hamma yo'g'iga mana o'zlari e'tibor qilishadi. Eng qizig'i mana motori o'sha asosiy yuragiga keladigan bo'lsak 18 lik motor bo'lar ekan akalar. Kattasidan xudo xolasa bexijolat ishlab beradigan motorlari ham zashta bo'lgan va balon qo'yilgan ekan. Kimdirlar padushka qo'yar ekan, akamiz ancha yildan beri ishlab chiqaradilar. Aytayaptilarki, padushkadan bu yaxshi, xohlagan joyingga sudrab, o'zing xohlagan joyga olib borasan deydilar. Miyalari ham avtomatik bo'lar ekan. Bundan tashqari akalar orqaga, oldiga aylantiraverar ekan. Texnika bezopaslik tomonlama, har tomonlama ehtiyot choralari ko'rilgan. Va yana bitta narsani aytib o'taman, bu akalarimiz ancha yildan beri o'zlari ishlab mana shu narsani yasab chiqarishadi. Uzunligi 4,5 metr. Sizlar istagan o'lchamda, razmerdagisini ham qilib berishaveradi. Kichikroqi, kattarog'i. Oddiy mana eshikni qaranglar, bahaybatligini bir kishi ko'tara olmaydi. 2 qavatli eshik bo'ladi akalar. O'zlari regulyovka qilib o'zlari chiqarishadi. Mana eshikning holatini ko'ringlar. 2 qavatli og'ir eshik bo'ladi o'zi ham akalar. Mana bu o'sha ichidagi aylanadigan nimasi. Mana usta akamiz eshik bo'yicha ishlayaptilar va komplektatsiyasida akalar mana shunaqa rotorlari ham bo'ladi, shvabrasi bo'ladi, aravalari bo'ladi. Mana elektrik ishlari ham tayyor. Shuni olib borib simda ulaysizlar, ag'iga o'zi paqira-paqir soqani qilasizlar. Mana oldi ko'rinishlari akalar, mana sizlarga hamma yoqda ko'rsatib o'tyapmiz. Eng qizig'i akalar, nima deydi, men sizlarga tavsiya qilib qolaman, ancha yillik tajribaga ega bo'lgan o'zining ishini ustasi, o'zining ishini mutaxassislari bilan xarid qilishlaringizni sizlarga tavsiya qilib qolaman va uzoq yil xizmat qilib beradi. Men o'zim ham shaxsan bu firmada ishlaganman. Shaxsan juda ko'p klientlarga bundan tavsiya qilganman, xarid qilishgan. Ancha yillardan beri xizmat qilib kelayotgan sentrifugalar ham bor. Ushbu sentrifugamizning narxini akalar $4700 komplektatsiyasi bilan aytishyapti ekan. Ushbu sentrifugamizda komplektatsiyasi bilan $5700 narx aytishyapti. Xuddi mana shunaqa o'lchamdagisi, rotori, miyasi, shvabrasi, aravalari bilan ular biznes tayyor qilib berishadi. Olib borib soqani qilsalaring bo'ldi. Ancha yil xizmat qilib beriladi. Servis xizmatlari, tushunmagan joylaringga o'rgatib tushuntirib berish, hammasi bo'yicha ma'lumot berishadi. Bundan tashqari shampunlari, atirlarini qayerdan olamiz desalaring, ularni ham joylarini topib berishadi. Biznesni to'liq tushuntirib, sizlarga ma'lumotlarni berishadi. Ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar, sizlarga to'liq va chiroyli ma'lumotlar berib o'tishadi. WhatsApp, Telegram, barcha ijtimoiy tarmoqlari bor.